Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Jo'jalarimizga suvga nimalar aralashtirib beryapsiz deganlar uchun suvlarga xil vitamin. Birinchisi chektonik. Hamma bilgan chektonikda hozir yangichasi chiqqan ekan, nomini nima dedi aplikada. O'shandan olib keldim. Spirt edishi bu. Keyin ichki tishiga qarshi va ishtahalarini ochib beradigan tabletkamiz suvga aralashtirib beriladi. Buni hozir men suvga solganman. Tagiga cho'kib qolganman hoziroq. Suvga aralashtiramiz. Xo'sh, 1 litr, 1,5 litr suvga mana bundan bir donasini qo'shib bersalaringiz bo'ladi. Chektonik esa har doimgidek 2 mg shpritschamiz bor. O'shanga 1 mg olamiz chektonikdan. 1 mg ko'rishlaringiz mumkin. Mana chektonik 1 mg. Bu ozroq ko'p bo'lib ketib qolibdi. 1 mg olib suvga qo'shamiz. Shunda jo'jalarimizning ishtahasi ochadi. Kasalliklar ketadi, har xil ichki kasalliklar. Buni foydasi ko'p deyishadi-da buni. Har xil kasalliklarga, hammasiga qarshi. Keyin Vitamax B degan ozuqaviy nimamiz bor ekan. Yemga qo'shib berilar ekan bu, xullas tovuqqa har xil yetishmaydigan vitaminlarga, kalsiy deydi, juda ko'p vitaminlarga foydasi bor ekan bunimizning. Buni suvga qo'shmaymiz, faqat buni yemiga qo'shib bersak yeykan. Har xil parrandalarga, jo'ja, tovuq, g'oz, o'rdak hammasiga bo'lar ekan. Bu 1 kilo, 1 kilogrammi 5000 so'mgina ekan. Mana shu 5000 so'm. O'zimizda aptekadan oldim. Sizlarga maslahat beraman, shundan berishdi. Men hali bermadim, endi bugundan boshlayman, xudo xolasa berishdi.